Men hozir santexnika kasbini o'rganayotgan shogirdman. Bu yil tanlaganimdan juda xursandman. Chunki har bir yangi kun men uchun yangi bilim va tajriba olib keladi. Ustozim menga bu kasbning sir asrorlarini sabr bilan o'rgatmoqda. Avvalgida oddiyday tuyulgan ishlarning aslida qanchalik mas'uliyatli ekanini endi tushunib boryapman. Apparatga olib borib eritayotgan paytlaring mana bunday bo'lgan urovень, to'g'riligini olish kerak. Agar turba qiyshiq yoki fiting qiyshiq bo'lib svarkaga borayotgan bo'ladigan bo'lsa, ichini noto'g'ri eritadi. Men bu kasbga o'z qiziqishim orqali topshirganman va hozirda bu kasbni mukammal o'rganib boryapman. Bugun men hali o'rganyapman, lekin ertaga o'z kasbimning ustasi bo'lishni xohlayman. Ustoz bu nafaqat bilim beruvchi, balki inson qalbini tarbiyalovchi, kelajakni bunyod etuvchi buyuk zotdir. Santexnika kasbini o'rgatadigan ustoz ham ana shunday fidoyi insonlardan biridir. Men Aymat Habibullo, ishlab chiqarish ta'lim ustasiman, ya'ni santexnika ishlari texnologiyasi o'quv amaliyoti o'qituvchisiman. Hozirda 20 dan ortiq shogirdlarimiz bor. Bu shogirdlarimiz ichida o'z daromadlariga ega bo'lgan o'quvchilarimiz ham bor. Bu yerda o'quvchilarimiz har doim amaliy darslar olishadi. Santexnika ishlariga juda ham aholining o'rtasida ko'p ehtiyojlar tug'ilyapti. Ustoz o'z shogirdlarini puxta tayyorlab, ularni nafaqat yaxshi mutaxassis, balki komil inson bo'lishiga intiladi. Rezvani aylanishiga qarama-qarshi holatda fum lentani rezvani ichiga qarama-qarshi holatda yurg'izib olamiz. Fum lentalarning vazifasi rezvalarga qayta qotirilganda suvni chiqarib yubormaslik. Shogirdlar ustozdan olgan bilim va tarbiya orqali jamiyatga foyda keltiradigan, el yurt xizmatiga tayyor insonlar bo'lib yashaydi.